6,5, даже qachon 6-8 bo'lsa ham biz faqat diabet tashxisini qo'ymay turamiz. Qandli diabet bo'lishi mumkin degan shunaqa shubha uyg'otuvchi asosiy belgilar bormi shu haqida bir? Sahrda ikkinchi belgilaridan biri bu tezsiz hojatga chiqishi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Ibrat Med kanali. Bugungi mavzumiz ko'pchilikni qiynab kelayotgan va kech aniqlanadigan kasallik bu qandli diabet haqida gaplashamiz. Bugungi mehmonimiz endokrinolog shifokorimiz Ilyos Iskandarovich bilan birga qandli diabet mavzusini, ya'ni kasalligini muhokama qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar Mirqulovich, taklif uchun avvalambor rahmat. Bugun qandli diabet paydo bo'lishi va xalqimiz orasida qandli diabet haqida ko'pgina noto'g'ri tushunchalar haqida ma'lumot beraman bugun. Ilyos Iskandarovich, obunachilardan, kanalimizda kuzatuvchilardan qiziqarli savollar kelgan. Shuni bir nechtasiga javob berib o'tib ketsak. Xo'p, diabet o'zi nima? Qanday kasallik? Qanday paydo bo'ladi? Shuni oddiy qilib, chiroyli qilib, yaxshi qilib kuzatuvchilarimizga tushuntirib bersangiz. Qandli diabet o'zi bu qondagi qand miqdorining normadan oshish holatiga tushuniladi. Ya'ni bu och qoringa bo'lishi mumkin, qondagi to'q qorin bo'lishi mumkin. Ya'ni och qoringa bu 7 va undan baland bo'lgan holatlarda bu vena qonidan o'lchanganda yoki ovqatdan keyin 2 soatdan keyin o'lchanganda 11.1 dan baland bo'lgan holatlarga bu qandli diabet tashxisi qo'yiladi. Ungacha qandli diabet tashxisi qo'yilmaydi. Ya'ni diabet oldi holatida holatlar ko'p bizda xalqimizda. Ya'ni misol uchun 6,5, даже qachon 6-8 bo'lsa ham biz faqat diabet tashxisini qo'ymay turamiz. Qachonki bizlarga diabet qo'yish uchun bizlarga ikkita ko'rsatkich bo'lishi kerak. Glikeronik gemoglobin yoki bitta shakar qondagi yoki 2 marta o'lchangan shakar orqali biz diabet tashxisini qo'yishimiz mumkin. Bu qandli diabet o'z nomi bilan qondagi qand miqdori normadan oshish holatiga aytiladi. Tushunarli. Xo'p, yana bitta kuzatuvchimizdan shunaqa savol kelgan. Asosan shirinliklar ko'p iste'mol qilish natijasida qonda qand miqdori oshadi deb savol berishganda, shu to'g'rimi? Shunaqa miflar bor, xalqimiz orasida yuradi. Tushunib tushunmay talqin qilishadi. O'sha to'g'ri holatmi shu? Qandli diabetga kelib chiqishida biz yeyiladigan uglevodlar, ya'ni shakar bo'ladimi, asal bo'ladimi, novvoy choy bo'ladimi, buni ahamiyati yo'q. Ya'ni sog'lom odamga bu qancha uglevod tushishidan qat'iy nazar bizlarda oshqozon osti bezi unga reaksiya bildirib normada ushlab turadi. Agar sahrni diabetga moyilligi bo'lsa yoki sahrni diabet o'zi bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha yeyiladigan uglevodlar ta'sir qilishi mumkin. O'zi to'g'ri topshirishda, mana sahrga qon topshirganimizda oxirgi yegan ovqatimiz 8 soatdan kam bo'lmasligi kerak va 14 soatdan oshiq bo'lmasligi kerak. O'sha diapazonda topshirilganda agar sahrimiz bizlarda 6.1 gacha bo'lsa, bu demak normal holat hisoblanadi. Tushunarli. Rahmat. Xo'p, yana bitta holat bor. Xo'p, demak bu faqat ovqatlanish bilan bog'liq emasda. Bu organizmdagi metabolizm buzilishi bilan bog'liq. Ya'ni ichkariroq kiradigan bo'lsak, endi shunaqa holatlar bor. Ko'p bemorlar qandli diabetni so'raganimizda, anamnez so'raganimizda kech aniqlanadi. Ya'ni sahringiz bormi deb so'rasak, savol bersak, anamnez yiqqanda, ya'ni kasallik tarixini yiqqanda, yo'q, doktor shu paytgacha menda qandli diabet aniqlanmagan deb javob berishadi. Lekin buni erta aniqlash imkoni bormi? Qanaqadir belgilardan kelib chiqib, o'sha laboratoriyagacha bo'lgan holatda klinik belgilardan. Ya'ni bemor o'zini qandli diabet bo'lishi mumkin degan shunaqa shubha uyg'otuvchi asosiy belgilar bormi? Shu haqida bir ma'lumot bering. Judayam yaxshi savol. Ya'ni qandli diabetni oldi holati degan narsa borda, ya'ni prediabet degan holat bor. Bu qachonki o'sha sahr 7 gacha och qoringa bo'lsa yoki ovqat yeganimizdan keyin 11.1 gacha bo'lsa, bu prediabet holat.
Bu prediabet holatida ham bemorlarda xuddi qandli diabetni belgilari bo'lishi mumkin. Hmm. Asosiy qandli diabetni belgilaridan biri bu ko'p chanqish, ya'ni suv ichgisi kelish. Mhm. Buni ko'pchilik mana bu o'zini ish faoliyati bilan bog'laydi. Deylik, Hmm. nonvoylar bo'lishi mumkin yoki bir oshxonada ishlaydigan misol uchun bemorlarimiz bo'lib qolishi mumkin. Ular o'zlarini kasbi bilan bog'lashadi, og'iz qurishlarini. Hmm. Yoki misol uchun ko'p hojatga chiqadiganlar bor. Buni ham misol uchun sovuq iqlimda ishlaydiganlar bor. Ya'ni Hmm. pochkan yoki sisit bilan bog'lashadi. Hmm. Aslida ularda moyillik bo'lishi mumkin. Ya'ni bu sahrni ikkinchi belgilaridan biri bu tezsiz hojatga chiqish ham. Chunki Mhm. biz bilamiz, glyukoza bu konsentratsiyasi yuqori bo'lgan modda o'zi bilan suvni biriktirib tashqariga chiqib ketadi. Hmm. Shuni hisobiga o'zi bilan siydikdan suvni ko'p miqdorda tashqariga chiqarish. Va bemorlarda yana o'sha sababsiz teri qichishlari, teri qurish holatlari ham bo'ladi. Buni fasllar bilan bog'lashadi yoki qanaqadir bir vitamin yetishmovchilik bilan bog'lashadi. Hmm. A vitamini ichishadi, har xil vitaminlar ichib ko'rishadi. Mana shu holatlarda agar bemorlarda shu kuzatilsa, o'zi qonga bir marta sahrga yilida topshirib turish bu qandli diabetni profilaktikasi hisoblanadi. Hamma joyda endi. Hmm. Va bizda mana shu standart va boshqa mana chet el standartlarida ham shunaqa narsa bor. Yilga bir marta qondagi qand miqdoriga topshirish. Profilaktik maqsad. Profilaktik maqsadda, ya'ni Mhm. qancha qandli diabeti erta aniqlansa, shuncha uni asoratlarini ertaroq bartaraf qilish degan narsa borda. Albatta, boshqa kasalliklarda ham xuddi shunaqa. Shunaqa qancha Hmm. tez kasallik aniqlansa, shuncha asoratlari bo'lmaydi. Mhm. Shuning uchun bemorlarga maslahat, agar sizda shu yuqorida og'iz qurishlari, tezsiz hojatga chiqishlar, teri qurishlar bo'lsa agar yoki sababsiz vazn tashlash bo'ladida. Hmm. Mana qandli diabetni ko'pincha birinchi turida tezroq vazn tashlash bo'ladi. Mhm. Xo'p. Qandli diabetni ikkinchi turida boshida vazn yig'ish bo'ladi, keyinchalik vazn tashlash bo'ladi. Mana shu vazn olishda ko'pchilik kam harakat bilan bog'lab ko'rishadi yoki ko'p ovqat yeyish bilan bog'lab ko'rishadi. Yoki qandli diabetni birinchi turida stress bilan bog'lab ko'rishadi. Stressman, yaxshi ovqatlanmayman deb o'ylashadi. Lekin qandli diabetda ham ortiqcha sahr bu nerv sistemasini zararlaydi. Shuni Hmm. hisobiga ham ishtahasi bo'lmaydi. Mana Tushunarli. shunaqa holatlarimiz ko'p. Yaxshi. Rahmat. Xo'p. Endi yoshga bog'liq holatlar bor. Mhm. Masalan, bakalavrilik paytida o'sha sikllarda o'tganimizdek, o'sha yoshlarda keyin kattalarda uchraydigan birinchi, ikkinchi tip qandli diabet. U qanchalik asosli, o'shani ajratish bir-biridan fanda mana shu endokrinologiya yo'nalishida qanchalik darajada o'rganilgan. Hozir yoshlardagi qandli diabet va katta yoshlardagi bir-biridan farqi. Masalan, ayrim bemorlarda mana o'zimizda shunaqa holat bo'lgan. Pediatr mutaxassisimiz bemor yotqizishgan 2 yoshli bola. Bir safar praktikamizda bo'lgan shunaqa holat. Boshqa shamollash belgilari bilan yotqizishgan, lekin yosh bolalarda sahr har doim ham ko'rilavermaydi. Keyin dejur paytida boshqa pediatr boshliqqa chiqishgan, glavvrachga chiqib, shunaqa bizda shunaqa holat sahr 7-8 yosh bolalarda. Endi normada to'g'risi esimda yo'q. Keyin uni boshqa davlat shifoxonasiga o'sha perevod qilishgan qandli diabet bilan. Ya'ni bu qanchalik darajada ahamiyatga ega. Ya'ni yoshlar bilan kattalarda birinchi tip, ikkinchi tip ajratilishi belgilari shular haqida ma'lumot berib ketsangiz. Juda o'rinli savol. Ya'ni qandli diabetni deyilganda bizda xalq tilida faqat nima deydi, bitta turini bilishadi. Qandli diabet o'zi bitta sahr bo'ldi. Lekin qandli diabetda mana turlari borda. Birinchi tur bilan ikkinchi tur eng ko'p uchraydi. Bu birinchi tur bilan ikkinchi turda asosiy farqi bu qonda insulin bo'lmasligi desak ham bo'ladi, oddiy tilda aytilganda. Insulin bu gormon, qondagi qand miqdoriga javob beradigan yagona gormon. Mana shu insulin birinchi tip bemorlarda qonida aniqlanmaydi yoki aniqlansa ham juda ham past bo'ladi. Bu degani bu patsientlarga keyinchalik insulin terapiya doimo kerak degani. Ikkinchi tur bemorlarda ikkita holat bo'ladi. Ularda ham xuddi shunaqa insulin bo'lmasligi mumkin.
oshqozon osti bezini tekshirganimizda insulin faoliyatini. Ikkinchi holatlarda insulini bo'ladi, lekin uni organizm sezmaslik holati. Insulin rezistentlik deb ataymiz. Ya'ni shunaqa tushuncha bor meditsinada. O'shanga mana turlari birinchi, ikkinchi tur. Bundan tashqari Lada, Modi degan turlari ham bor. U juda ham kam uchraydigan turlari va homiladorlik vaqtida vaqtinchalik oshadigan gestatsionniy sahrni diabet degan tushuncha ham bor. Bu faqat homiladorlik vaqtida oshadi. Homiladorlik vaqtida birinchi navbatda bularga dieta, parhez aytamiz yoki insulin terapiya qilish mumkin. Hozirgi ko'rinishda mana gestatsionniy diabetni davosida dieta va insulin. Ko'pchilik homiladorlarda ko'ramiz, mana sahr baland bo'lsa, har xil dori vositalarini bergan holatlarni ham ko'rganmiz. Hozircha qandli diabet agar aniqlansa, homiladorlar faqat insulin va dieta hisoblanadi. Homiladorlik paytida insulinga qarshi ko'rsatma yo'q, Yo'q. Insulinga qarshi nojo'ya ta'sirlar homiladorlikda ta'sirlari yo'q, aniqlanmagan. yaxshi, zo'r. Xo'p, diabet tashxisi qo'yilgan bemorlar ko'p qo'rqadi. Go'yo hayoti butunlay o'zgaradi. Qo'pol qilib aytganda, o'limga hukm chiqarib qo'yadi. Bu to'g'rimi? O'zi shu narsa. Aslida mana qandli diabet bu to'g'ri hayot tarzi deb ataladi-da. Bu nafaqat O'zbekistonda, balkim butun dunyoda to'g'ri hayot tarzi deb ataladi. Ya'ni agar qandli diabeti bor bemor o'z vaqtida, ya'ni shifokor tavsiyasiga amal qilsa, qandli diabet bilan 1000 yil yashashi mumkin. Qandli diabet bilan Zo'r. 1000 yil yashashi mumkin. Ya'ni bizda shunaqa ko'p tushkunlikka tushish bo'ladi. Bitta sahr baland chiqib qolsa, o'sha erta-indin to'shakka mixlanib, ya'ni o'limini kutib o'tiradi ko'pchilik yoki yashab qolay deb har xil narsalarni birdan yeyishni boshlaydi-da. Aslida qandli diabetda sahrda agar qondagi glyukoza miqdorini normada ushlasak, buni bo'lishi mumkin, parhez bo'lishi mumkin, parhez ko'rinishida yoki dori vositalari bo'lishi mumkin yoki aktiv sport bilan shug'ullanib bo'lishi mumkin-da. Qaysi yo'l bo'lsa ham biz qondagi qand miqdorini normada ushlasak, sahrni diabet bilan agar inson yashay olsa 1000 yil yashashi mumkin. Zo'r. Xo'p. Ya'ni bu hukm emas. Hukm emas bu, ya'ni odamda, insonda o'ziga bog'liq bo'lgan holat. Ya'ni bizda mana shu nevrologiyada epilepsiya kasalligi bilan xuddi shunaqa deb aniq qilamiz, talqin qilamiz. Bu hukm emas. Ya'ni epilepsiya kasalligi aniqlandi. Faqatgina o'sha to'g'ri hayot tarzi dori-darmon nazorati. Shuni anglab yetgan inson uzoq umr ko'rib bemalol yashashi mumkin bu narsa. Xo'p. Ko'pchilik insulin so'zidan qo'rqadi. Insulin desa, o'rganib qolmaymanmi, faqat insulinda bo'lmaymanmi? Bunga qanaqa qaraysiz? Mutaxassis sifatida. Juda ham yaxshi savol. Ya'ni insulindan qo'rqish masalasi bizda oldinlari ishlatilgan insulinlar to'g'ri, bu ya'ni cho'chqalardan va anaqa qoramollarda oshqozon osti bezlaridan olingan insulinlar ishlatilgan. Hozirgi savremenniy meditsinagacha bo'lgan insulinlar. Ularda ham insulinga o'rganib qolishlik bo'lmagan, faqat allergik reaksiyalar bergan bo'lishi mumkin. Ya'ni ularda babikar insulindagi molekulalar soni odam insulinlar molekulalari sonidan farq qilgan, shuni hisobiga. Lekin bir marta qilingan insulin bu oshqozon osti beziga ham ta'sir qilmaydi, insulin ishlab chiqarishga yoki o'rganib qolishlikka ham olib kelmaydi bu. Ilmiy isbotlanmagan narsa bu. Shu vaqtgacha bo'lgan meditsinada ishlatilgan insulinlar faqat o'sha doriga allergik reaksiyalar kuzatilgan. Endi hozirgi ko'rinishdagi insulinlar bu odam insulinlari deb ataladi yoki gen injenerlik usulida olingan insulinlar. Bular odamda insulini bilan anaqa molekulalarning soni 1:1. 1:1. Umuman farq qilmaydi. Oqsillarning soni bir xil. Sun'iy ravishda ajratib olingan. Ya'ni gen injenerlik usulida ham ishlab chiqarilgan insulinlar. Ya'ni biz insulinga qilamiz va insulindan agar bemorda o'zi oshqozon osti bezi ishlab chiqarilgan bo'lsa, yillar davomida olib kelgan bo'lsa ham biz insulinni chiqarib berishimiz mumkin. Albatta oshqozon osti bezini ko'rib. Shuning uchun bir marta insulin olishi bu keyinchalik o'tirib qolishiga yoki uni qanaqadir nojo'ya ta'sirlarga olib kelmaydi. Tushunarli. Zo'r. Shunaqa. Yaxshi javob. Menga yoqdi. Xo'p. Yana bitta holat bor. Masalan, kasallik
oldini nima aniqlashni bildik. Belgilarini, birlamchi belgilarini, shifokorgacha bo'lgan holatni. Endi buni oldini olish mumkinmi shu holatda? Masalan, e, mana ham aytib bo'lmaydi, ertaga bo'lib qolish ehtimolligim bor. Masalan, stress, rejim yo'qligi, ovqat vaqtida amal qilmasam, shuni qandli diabet bo'lishni profilaktika, ya'ni oldini olish nima tavsiyalar bor? Qanaqa tavsiyalar berasiz? Juda ham ko'p bemorlarimizdan kelgan savollardan biri mana shu qandli diabet bo'lmasligi uchun nima qilish kerakda asosiysi. To'g'ri hayot tarzini olib borish kerak deb juda ham ko'p takrorlaymiz. To'g'ri hayot tarzi, ya'ni stress bo'lishi mumkin, bu hayot tarzida ortiqcha vazirlik bo'lishi mumkin, har xil metabolik buzilishlar bo'lishi mumkin yoki qon bosimi yuqori bo'lib yurgan patsientlar bor, bemorlarimiz bor. Yoki mana prediabet holatida yurgan bemorlar bor. Bu prediabet holatida agar biz qandli diabetgacha olib bormasak, ya'ni o'sha ya'ni 7 gacha och qoringa bo'lib yursa, biz uni tushirib bersak, keyinchalik qandli diabet kelib chiqmasligi mumkin u bemorda. Prediabet holatida ko'pincha ortiqcha vazni bo'lgan bemorlar prediabet holatida yuradi. Ana o'zi sahrni diabetli bemorlarni ko'pchiligini ko'rsak, ko'pchilik ortiqcha vazndan keyin qandli diabet kelib chiqqan. Shuning uchun birinchi o'rinda agar sizda deylik 1 kilogramm bo'lsa ham ortiqcha vazningiz bo'lsa, o'sha vazni tashlashga harakat qilish kerak. Ya'ni bu yerda ortiqcha vaznlik sahrni diabetga chaqiradigan eng kuchli faktor hisoblanadi. Va sog'lom turmush tarzini olib borish, to'g'ri ovqatlanish, ya'ni bizda 3 mahal o'zi normada ovqatlanish bo'lishi kerak. Ertalab mana nonushtamız, obedga tushligimiz bo'lishi kerak-da va ujin albatta. Ko'pchilik nima qilishadi? Kuniga 1 mahal yoki 2 mahal ovqatlanadi. Bu surunkali davom etishi oshqozon osti bezini yallig'lanishi, surunkali pankreatitni keltirib chiqaradi. Surunkali pankreatit esa keyinchalik sahrni diabetga chaqirishi mumkin. Ya'ni o'tkir holatlarga olib keladi. Oshqozon osti bezining yallig'lanishiga. To'g'ri hayotlar. Hozir mana yoshlarimiz orasida ham qandli diabet ko'payadi. Buning sabablaridan biri to'g'ri ovqatlanmaslik rejimini bo'lmasligi. Ya'ni ertalab ko'pchilikda nonushta yo'q. Obedda 1 mahal ovqatlanadi. Kechki ham, masalan, xohlasa 12 da, xohlasa 10 da ovqatlanadi. Bu surunkali davom etishi oshqozon osti bezida insulin ishlab chiqarish funksiyasini pasayishiga olib keladi. Tushunarli. Endi qandli diabetga kelib chiqishda juda ham ko'p faktorlar bor. O'sha faktorlardan biri bu semizlik, to'g'ri hayot tarzini olib borish va metabolik sindromlarni oldini olish. Bu metabolik sindromlar qondagi xolesterin, trigliseridlarni normaga olib kelishi, ya'ni yog'larni. Bundan tashqari o'ta qovurilgan gazli ichimliklarni ichishlarni cheklash kerak. Tushunarli. Aslida bu qiyin narsa emas. Qiyin, ya'ni hayot tarzini to'g'ri yo'lga qo'yish bu inson uchun o'zi qiyin holat deb o'ylamayman-da. Ya'ni har kunlik sport agar imkoniyati bo'lsa, ya'ni asosan o'zi xohish talab qilinadi bu yo'nalishda. Aynan sog'lom turmush tarziga rioya qilishda. Xohish kuchli bo'lsa, hammada hozir vaqt yo'q. Bemorlar kelishadi, vaqtim yo'q deydi. Lekin ekranni vremyani ko'rsangiz, kamida 5 soat bir kunda umri o'tadi. Bu holat mana bemorga yuzini shuna ko'rsatganda, "Ha, doktor, to'g'ri aytasiz" dedi. Tushunyapsizmi? Aynan bu boshqa kasalliklarda ham, nafaqat endokrinologik kasalliklar, mana shu qandli diabet, boshqa kasalliklarda ham ko'p urg'u beramiz sog'lom turmush tarzida. Ya'ni 7-8 soatli uyqu normal, bir kunda eng kamida yarim soat, ya'ni 30 daqiqadan ko'p toza havo yoki sayrlar yoki jismoniy mashqlar juda ham yaxshi yordam beradi. Endi bu qandli diabet kasalligi ko'proq metabolik buzilishlar natijasida bo'lganligi uchun asosiy urg'u baribir sog'lom turmush tarziga rioya qilish yotadi. Xo'p, suhbat uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'pchilik kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni tavsiya berardim. Keyingi videolarimiz xudo xolasa manfaatli bo'lib boradi.
qanaqadir savollar yoki qaysidir kasalliklar haqida keyingi podkastlarimizni a, chiqarish, ya'ni taklifingiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Biz albatta buni e'tiborga olamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang.